Bolajonlarning uy sharoitida qorin dam bo'lishi va itlarning har kuni kelmasligi uchun qanday mashqlar qilishimiz kerak, qanday massajlar qilishimiz kerak degan savollarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Biz hozir sizlarga shuni uy sharoitida qanday qilib qilishimiz kerakligini ko'rsatamiz. Buning uchun bolajonimizni xona temperaturasida o'tkazdirib olamiz. Kiyimlarni yechamiz. Yechganimizdan so'ng kindik atrofini soat strelkasi bo'ylab 1,5-2 daqiqa mobaynida massaj qilib aylantirib turamiz. Qo'limizni yoki vazelin yoki glitserinlab oladigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 1,5-2 daqiqa bu kindik atrofini massaj qilganimizdan so'ng bolajon tizzalarini bukib yozib, xuddi shu упражнениyani qilib yuboramiz. Bo'ldi. Bu narsani bir kunda 2-3 mahal, 2-3 podxoddan amalga oshiramiz. Bu ichak peristaltikalari uchun hozirgi massajimiz, ya'ni kindik atrofini soat strelkasi bo'ylab aylantirishimiz bu ichaklarning peristaltikasi uchun yaxshi mexanический поддержка hisoblanadi. Shu va shu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun